Yangiyo'l tumani yo'l yuzida birinchi liniyada 55-razyezdda bivshiy ximiya katta pромышленный territoriyamizda sotuvga qo'yildi. Umumiy maydoniga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 161 sotuv, ya'ni 1 gektaru 61 sotuvdan iborat. Главный darvozadan kirib kelaverishimizda prayomimiz juda ham katta. Naq 20 ta mashinaga mo'ljallangan vyezga ko'zinglar tushadi va kirib kelaverishimizda chap qo'limizda qo'rovulxona, o'ng qo'limizda administrativniy zdание, ya'ni ofisli pomeshcheniyalarimiz joylashgan. Obzorimizni davom etadigan bo'lsak, qadrli do'stlar, o'ng qo'limizda o'zimizning ofislarimiz joylashgan binoyimiz, ikkinchi imoratimiz, bu yerda ham buxgalterskiy xonalar joylashgan, tarozimiz, yana bitta qo'rovulxona qadrli do'stlar, birinchi skladimizga ko'zinglar tushadi. Umumiy olganda 4 ta sklad joylashgan, har bir skladimizda juda ham gramatli qadrli do'stlar. Obzorimizni davom etamiz. Obyektimizga kirib kelaverishinglar qadrli do'stlar, ikkita kattagina omborxonaga ko'zinglar tushadi. Juda ham gramatli, umumiy maydonlari ham katta hajmga ega. Omborxonalarimizdan keyin qadrli do'stlar, 3-omborxonaga ko'zinglar tushadi. 360 gradusga aylantiradigan bo'lsa, 4 ta omborxonadan iborat. Bu 4-omborxonamiz. Eng kulminatsionniy fishkalarimizdan biri 35 sotuv maydonga ega остановочный точкamiz, ya'ni железная дорожная vetkamiz o'tgan. Bundan ham unumli foydalansanglar bo'ladi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 800 ming AQSh dollari belgilandi. Hozirgi kunda bu narx juda ham shikolat. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.